Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Bir dehqonning bir tulpar eti va bir eshigi bor ekan. Ularning hammasi egisiga ishlaydi ekan. Eshak tugman tortadi ekan. Tulpar egisini mindirib dunyoni aylanadi ekan. Lekin ot doim eshakni haqoratlaydi ekan. Tushda tomoq yeydigan chog'da ot 99 qitim eshakni haqoratlabdi. Yaramas ablah, kunda kechgacha bir tugmanni cho'rgilabla yuriydi ekansan. Texi ko'zingni etib qo'yishlari qiziq. Bundaq yashashning nima ahamiyati bo'lsin? Uningdan baldirroq o'lsang bo'lmamdi. Eshak otning bu haqoratlariga chidab tura olmabdi. Shuning bilan eshak azoblanib yig'lab ketibdi va bu uyni tashlab yiroqlarga ketib qopdi. Ikkinchi kuni egisi eshakning yo'qligini bayqabdi va otni tugman tortishga selibdi. Ot: "Men tulpar tursam, meni tugman tortishga solsangiz qandoq bo'ladi?" deb so'rabdi. Dehqon: "Lekin men uni yeyishim kerak-da." Eshak: "Yo'q, men bug'doyni chaynab o'ltirsam bo'lmas." Deginicha otning ko'zini timib, uning kassasiga qamchi bilan toza sapdi. Ot amalsiz eshakka o'xshash tugman tortishga boshlabdi. Atrofingizdagilarga sal qarmang. Balkim u sizning yaxshi kun kechirishingizga sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin.